To'g'on qo'ymaydi. Ertalabdan chaqirib oldilar. Yana kechgacha ishlab masala bo'lmaydi. Ye. Ha. Diğerler qanaqsizlar? Zo'r, uydagilar yaxshimi? O'zlaring charchamaygina. Ha, yaxshi. Sen nima bo'ldi boyagi? Mundial arifmetikami? Nima bo'ldi? Mental arifmetik. Nima bo'ldi o'sha? Borabmi? Borabsa? Ha, yaxshi. Bo'lmasa bir misol yechib beraman, qanday bo'ladi? Bo'ldi, yechib beraman. Turib beradi. Turib olmaydi. Da, ayting. Qara. X, Y ni ildiz ostida ko'paytirib turib, qavsdan chiqarib 48 ga bo'lib, parallelepipedni chiqaraman. To'g'ri. Yo'q, nima bo'ldi bunga? Ko'zatga ketdi. Qara, ko'zatga ketdi. Nima bo'ldi bunga? Nima bo'ldi bunga? Mental arifmetika deydi. Kelinglarmi? Ha, o'zing yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha, nima bo'ldi? O'g'irlik qildim. Misol og'irlayapman. Aytsam, ro'zg'or misol beraylik. Ma kelinglarmi balla? Ha, chiqinglar o'tiraveramiz. Yo'q. Mana shu o'tni urish kerak degan. Akang qani? Hozir chiqayotirdi. Ha, bo'ldi, men chaqirib yuboraman. Boshqa qani? Nima buncha ko'p tog'a? Ha, endi pomidorni ikkovdan ko'payib ketdi, urib. O'tirsan, o'tni kim uradi? Akang qani? Misol jichchorlik qildi, uyi o'libdi tog'a. Uni buni qo'ying, men trend o'rgandim. Trend nima edi u? Abu men qizdiryapti-ki bular. Trend nima edi u? Hozirman o'zim bilaman men. Turaver ana o'tni kim uradi? Boshqa kim yo'q, tog'a. Kiro og'ayni. mehmonxonalar uzar ekan, ya. Ha, zo'r. Darang gapirmaylarmi? Yo'q, ketganlar kiro. Mehmonxonaga kim kirgandi? Asilbek, mehmonxonaga nima kirdi endi? Kim bu qiz? Jigar tushunmadim. Dada, bu qizmas, og'aynim Toshkentdan birdan shaqa kelibdi. Mehmon o'g'il bolamiz zali. Birdan shaqa keldingizmi? Ha, o'zingiz yo'q odamsiz. Yaxshi o'tiringlar. Mana og'ayni, alma bor ekan, senga olib keldim. Rahmat, jigar. Asilbek, bitta alma bor edi. Qani o'sha? Dada, men og'aynimga olib chiqib berdim. Men yeyotgandim, aka. Mehmon, siz yeyotgandingizmi? Amayli. Asilbek bitta qarab olganda menga. O'zi bitta alma bor edi. Asilbek, Anada, bitta alma bor, nima olib chiqib berding? endi mehmonga olib chiqib berdim, dada. Men yeyman dedim uni. Mehmonxonaga ham kirib olgansanlar. Asaro gapiring, dada, eshitib qoladi. Men eshitaversin. Chiq mehmonxonadan. Tushundingmi ikkovingga? Xo'p, dada. Og'ayni, dadam kostyumlarni topib chiqsam, pivo trend olamiz. Chotki, trend olamiz da endi. Kostyum to'g'ri. Qanday turdi? Zo'r turdimi? Zo'r bo'l, qo'li ko'tar. Mana. Asilbek, Hozir men dadamga qaraydi. Ha, dada. o'tkirlikka osh bor ekan. Men kostyumimni topolmayapman. Og'aynimga olib chiqib berdim, trend oladi dedi. Nima olib chiqib berasan? Qanaqa trend olyapsan? Men kostyumimni kiyib ketishim kerak. Tezlashtirib olib kelib menga. Hozir olib kelib beraman, dada. Tez bo'l. Shomga chiqaraman ikkovini ham.